Albatta, har bitta qiz farzandingizni qiziqing, nimalarga qiziqyapti. U kim bo'lmoqchi hayotda? Masalan, meni bitta yaqin menga inson, hozir endi 3 ta farzandni onasi, menga kichkinaligida aytgan 12 yoshida. Aytolmayman hayotda baxtli deb. Umid opa, men yurist bo'lmoqchiman. Sizdan boshqa hech kim do'st bo'la olmaydi. Shuning uchun ham yosh qiz o'sha farzandingizni kelajagini hozirdan o'ylang. Sizdan boshqa albatta qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham ishonch bilan, xohish bilan, lekin ota-onasi bu narsani qo'llab-quvvatlamadi. Yaxshi joydan chiqdi va uni uzatib yuborishdi. Hozirda u uyda o'tiribdi va sizni farzandingizga hech kim yordam bera olmaydi. Bunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun albatta qachonki u zo'r mutaxassis bo'ladi, agar o'sha yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullansa, u sizni kasbingizni olishi shart emas. Ko'ngliga qarang, ularni xohishiga qarang. Kasbini mukammal bilish kerak.